Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Futbol Plus Talk Show'si odatdagidan biroz boshqacha vaqtda, lekin efirda. Jamoliddin Bobojonov, Xayrullo Hamidov va Kamida Bobur Akmalov efirdamiz. Futbol voqealarini gaplashish uchun xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xo'p, demak, o dushanba bo'lmagan sababini yozdik ijtimoiy tarmoqlarda. Xayrullo akam yana ketdilar. Aprelda ham ketadilar. Bir emas 2 marta ketadilar. Bilmayman qachon yana efir bo'ladi, qachon bo'lmaydi. Yaqinroqlarga ham ketishingiz bor-ku. Ha, endi u hisob masala. Ha, u hisob. Yaqini qanchadir masofadan dasturga aloqasi yo'q, dasturga. Kattasi hisob, bo'ldi. Lekin ketganlarning yaxshi tomoni bor mana. Har safar sarpali bo'lib qolamiz mana biz. Shu gapdan qo'rqaman-da. Nima deydi ana? Har safar uyda ham bunaqa finkalar ancha-muncha ko'payib qoldi. Kuniga kiysam ham almashtirib oxirgi yetkazib olmayman. Demak, ko'p chiqilayotgan ekan, ha? Rosa ko'p chiqdi, lekin har chiqqaningizda olib kelasiz-da. Yaxshi. Xullas, bu yaxshi. Endi nima demoqchi edim men? Boshqa hozir xayolimdan ketib qoldi. Mayli, o'sha safaringiz haqida birinchi gaplashaylik. O'zbek futbolidan boshlaymiz. Milliy jamoamizning e'lon qilingan tarkibi, lekin undan oldin Osiyo Chempionlar Ligasidagi bizda qolgan yagona vakilning o'yiniga bir qo'r nazar tashlaymiz. Saudiya Arabistoniga safar qildi Paxtakor va o'zi siz ketishingizdan oldin shu nimagadir umid qilib ketdingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Endi birinchi o'yinda yutganligi uchun Xo'p. o'zi ikkinchi mo'jizasi edi. Birinchi mo'jizasi hali oxirgi turda g'alaba qozonib, hammasi to'g'ri kelib qoldi. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi yutdi-da, endi nima bo'lgan taqdirda ham bir narsa qilib Al-Hilolni yutdi. Sovda yutib qo'ydi-da. Endi 3 ta bo'lishi juda ortiqchalik qilardi. Faqat o'sha birinchi gol qachon bo'lishi rol o'ynardi. Shuni hamma o'tirdi, faqat urib qo'ymasin. Chunki birinchi golgacha ham 3-4 ta gol vaziyat ura olmadi-da. Paxtakordan ham bo'lmayapti-da vaziyat unaqa bir jiddiy. O'rtada Al-Hilol, men ikkita jamoa o'yinini ko'rdim-ku, ikkalasini stadionda. Ayniqsa yaqin ko'rdim, annasiri farqli-da. Hilol jamoaviy jamoaviy o'ynaydi. Qayerdan xavf kelishini bilmaysiz. Bekorga birinchi yil o'rindan olmagan. Bekorga annasiri shunchadan beri yutib kelmayotibdi. Bu yil ishlar yaxshi emas oxirgi turlarda, lekin haligi oxirgi chegaraga kelib qolgan edi-da. Muxlislar ham kechirmasdi bu uchrashuvda nimadir bo'lsa. O'sha 22-daqiqada birinchi gol bo'ldi. Bo'ldi, bu yoq endi qiyin dedik. Deylik o'sha birinchi bo'lim ura olmaganda. Ura olmaslik mumkin, darvozabon zo'r o'ynadi. Ikkinchi bo'lim ham ura olmaganda. Ya ikkinchi bo'lim muhim emas. O'sha birinchi bo'limda ura olmagandan keyin chiqib bo'ladi-yu, Realda Barselona Getafe bilan o'ynaydi, avtobus qo'yib birinchi bo'limni yutib oladi, 0-0 qilib oladi. Keyin hamma narsa bo'lishi mumkin. Onda sonda shu Getafe ham, shu Leganes ham yutib qo'yadi Barsani Realda. U o'shanga umid qilish mumkin edi, lekin birinchi bo'lim 2-0 bilan chiqib ketdi. Keyin qarshi hujum Paxtakor ham endi oldinga chiqishga majbur bo'ldi. Nima qilishni ham bilmay qoldi-da. Men ko'proq muxlislarni effekti rol o'ynadi deb o'ylayman. Stadion yopiq, arena, to'rt burchak. Boshda qayerdir keldikmi, korxonaga keldikmi, kattaroq zavodga o'xshaydi-da. Ichida u UFC turnirlar hozir Riyodda hamma narsa bo'lib yotdi. Shunaqa stadion kirgizib qo'ygan, muxlislar joylashuvi ham boshqacharoq ekan. Shu aura ham uncha-muncha jamoa. Men bir kun oldin shu Riyodda o'qiydigan yigitlar bilan gaplashganimda, ular hammasi aytdiki, Al-Hilolda muxlislar juda, mana hozir An-Nasrga ketyapsiz dedi. Ertaga farqlab olasiz dedi. Ular dedi vahshiy dedi. Chunki dedi, Hilol yagona bularning ichida dedi, Riyodda shu Paxtakorga o'xshagan eski jamoasi dedi. Ya'ni hozir bizni chiqib ketayotganimizda ular masxara qilishdi-da endi hali. Masxara emas, hazil ma'nosida. Hamma bilib turgan o'yinda bemalol muxlislar bilan ham chiqa olar ekansizda. Alohida chiqmadik. Bemalol muxlislar ichida chiqdik. Ular biladi daraja. Endi bir ikkitasi gapirdi barvaqt bunday qilib turib. Siz 1-4 bu Osiyoda eng zo'r boshqa dedi. Men inglizdan tushunmasam, Alayn dedim. Alayn hammasidan zo'r. Ular yutgan Alayn. Men nimadirlar faktlar o'sha yerda ham boshladim. O'sha ishdimi? Yomon qitmirsiz xayrli. Alayn desam ko'z uchib ketdi bor-ku. Osiyoda bir boshqa desa, kir dedim, anaqaga, Fleskorga kir, birda Ittihod turibdi dedim. Al-Ittihod dedim. Unaqasi ham kulib ketyapmiz. Keyin juda haddidan oshdi Ramazon deymiz. Bu to'xta, qattasan, bilasanmi deb turib. Shunaqa qilib indamay ketyapman. Bir narsa bo'lib qolmasin ham degan xavotir yo'q-da. Muxlislar qo'shilmaydi-yu. Tengroq bo'lib qolsa, 4-0 yutqizib qo'ysa, deylik, Iordaniyada jamoasiga Paxtakor 4-0 yutqizsa, yomonroq masxara qiladi, siz ham jahli chiqadi-yu.
farq bor-ku. Keyin sen jamoang pulli jamoa dedim bir martada. Hani eshitib olganman-ku. Hech qanaqa pulli emas. 4 marta Osiyo chempionlar ligasini yutgan dedi. Gapira olyapti-da, ya'ni faktlari bor qo'lida. Real muxlislar 15 ta turib oladi-yu. Xuddi shunaqa faktlarni keltirdi, bo'lib kelmasa ham legionerlar bo'lmagan paytda ham deb bir narsani o'zining tilida tushuntirib yotibdi. Biz tushunishni xohlamadik. Kulish oxir avtobusgacha borib oldik. Shunaqa o'yin bo'ldi. 4-0mi, 3-0mi farqi yo'q edi bu yerda. Og'riqda voqea esimga tushdi-da. 2011-yil Osiyo Kubogidan oldin juda ajiotaj Qatarga borganmiz. Birinchi o'yin Qatar O'zbekiston. Endi muhit juda boshqacha. Qatarda bo'ldingiz-a siz? Ochilish o'yini-ku. Ha, ochilish o'yini Edi o'sha 2011da. Men Qatarga bormaganman. Qisqasi Qatarda butunlay boshqa darajada. Bu siz Dubaylar bilan solishtirmang, musobaqa o'tkazish anaqasini, saviyasini. Qisqasi juda ajiotaj. Keyin ochilish o'yini hamma kelgan. O'sha payti Blattermidi adashmasam, ular ham bor. Qisqasi Platini edi u 11-yil. Yo'q, FIFAda Blatter edi. Qisqasi bizga delegatsiyaga anaqa muxlislar orasidan joy tekkanda, bu alohida anaqa yo'q. Kim o'tiribmiz? Rustam Akramov, Asqar aka Tolibjonov, men o'tiribman. Keyin 1-0 bo'ldi. Futbol darag'alari-yu. 1-0 bo'ldi, 2-0 bo'ldi. Endi shunaqa berilib ketganman. Yaxshi qatarliklar anaqa sokin, anaqa odamlar. Turizm. Men haddimdan oshib ketdim. 2-0 dan keyin. Shunda o'rnimdan turdim, arablarga qarab go home dedim. Ungacha bor-ku, pachani chiqarib tashlaymiz degan gaplar ko'p edi-da. Anaqalar ham trener ham o'sha paytda fransuz bor. Qatarning bir narsalar deb tashlaganda. Keyin gol ham dahshat bo'ldi. Anaqa shunaqa desam, Asqar aka, sen jinni ekansan, o'tir. Biz o'zimiz hindistonlik deb tanishtirdik-ku jinni o'zini. O'tir deydi-da. Qo'yavering Asqar aka, yana yutamiz. Bir maza qilaylik deb shunaqa voqealar bo'lgan. Mezbonni uyda o'tirib go home deyapman-da, uyga ketyapman. Lekin mehmon do'st bir xillar rostdan ham 2-0 dan keyin turib ketavergan, chiqib ketganda. O'zi mehmon do'stlik masalasida turistik davlatlar boshqaroq bo'ladi-ku. Men Bektemir Sasana bilan lekin o'ynaganda Saudiya unaqa emas haqiqatan. Saudiya kibr juda ham. Yo'q, Saudiyada aholi ko'p-da. Ular baribir o'xshamaydi. Masalan, hamma o'sha davlatlarga borganlar farqini biladi-da. Amirliklar, Qatar, Bahrayn, Kuvaytga o'xshamaydi. Kichkina emas, ko'p ham. Bular haqiqiy 30 million, 32 million aholisi bor. Shaharlari ham unaqa endi hozir o'shalarga o'xshatishga harakat qilyapti-mi, valiahd. Lekin u tub aholisi bor va tub aholisi hozircha endi bilmayman. Endi to'g'ri Makka, Madinada unaqa emasdir. Boshqa shaharlarida tub aholi boyagi migrantlardan ko'p-da. Shu sezilib turadi. Masalan, Dubayga, Abu Dabiga, Dohaga borsangiz unaqa emas-da. Mahalliy aholi yo'q, o'shaning uchun ular juda o'zini spot tutadi, boshqa qiladi. Deyar ular ko'rmaysiz ham, anaqa bir eshitmagansiz ham, masalan, eshitgansizmi? Dubayda bironta o'zbek mahalliy anaqa bilan qanaqadir konfliktga bordi. Unaqa yo'q-da. Ko'chada yurmaydi. Unaqa yurmaydi. Saudiya unaqaga hozircha qo'ymaydi. Keyin Riyod ham ko'p. Keyin Al-Hilol bilan Al-Ittihadning muxlislari haqiqatan ham bular bor. Bu Real Barsa. Yolg'on emas. Bu tuzilgan fan klub emas. Haqiqiy. Maosh olib turadigan yo bo'lmasa futbolga, poyezdkalarga tekinga borib kelish uchun anaqa uyushtirilgan emas-da, ular haqiqiy rostdan ham bor. Men Ittihodda bo'lganman stadionida. U dahshat atmosfera. Hilolnikida bo'lmaganman, lekin u ham dahshat. Hilol ezib tashlagan bor-ku, bo'g'ib qo'ydi o'yinni. Misol uchun An-Nasrda hozir Jamol aytgandek bor-ku, Kataloniyani o'yinlaridan karslar o'tiradi, Xitoylar o'tiradi, ko'p ko'rsatadi. Turistik. Shunaqa bo'lyapti. Keyin u Burat uchun boryapti-da o'zi. Hamma o'zi kecha ham gaplashganimizda shu narsa bo'ldi. Men shuni o'ylab yurardim, baribir
An-Nasr muxlislariga biratishki. An-Nasr muxlislariga og'ir bo'lsa kerak boshqa deganda, o'sha yigit tushuntirib berdi, yaxshi tushuntirdi. Nasrda u missiya yo'q dedi. Nasr misol uchun chempion bo'lmasa ham dedi, birov bir narsa demaydi. Shuning uchun unaqa o'ylamanglar dedi. Agentga ekanda. Unaqa o'ylamanglar. Bunyodkor. Asosan missiyasi buni o'sha Ronaldoni vazifasini to'g'ri ishlatish. Keyin zo'r tushuntirdim. Masalan, Al-Hilolda dedi, VIPga kirasiz dedi. Biz Al-Hilolda VIPga kirmadik. VIPga kirsangiz, VIP o'rtasiga dedi, boylar, boshqalar yuradi-ku endi o'tdi. Do'konni qilib qo'ygan dedi o'tdi. Baribir mahalliy jamoaligi bilinadi o'tdi. VIP ol, iltimos dedi. An-Nasr dedi, yo'q dedi. VIPda yo'q narsa dedi. O, narada fan klub orqa tomonda asosan muxlislar boradigan joyda o'sha yerdan olinadi dedi. Shuni qilsa bo'lmaydi boshqasi. An-Nasrda asosan Ronaldo uchun keladiganlar birinchidan u maykani o'sha yerdan oladi, olmasa ham oladigan odamlar. Ular xalaqit bermasligi kerak bu narsada dedi. Juda ko'p farqlarni ko'rdimda. Keyin stadionni ham misol uchun qatarchalik emas u, kattaligi, lekin bir Angliyani o'rtacha Stamford Bridge shu stadionlarga o'xshash ekan. Hilollikmi? Yo'q, Nasrga. Hilolli gumbaz stadion emas. Hilolliki o'zi boshqa stadion. Bular mana shunaqa kompakt stadionga o'tgan. O'zi Qirol Faxtda o'ynardi bular. Qirol Faxt bilan juda katta stadion bularniki. Keyin agressivroqligini aytdi. Biz keyin yo'lda taksichi bilan gaplashib ketdi-da o'sha yigit. Ancha gaplashganda Al-Ahli ham bor-ku. Ularda. Al-Ahli muxlisi ekan. Al-Ahli dedi, ikkalasini ham Paxtakorga keldik boshqa deganda yutinglar dedi. Rostdan ham yillar davomidagi o'sha Galatasaroylardagi kichkina elementlari bor-da. Ular misol uchun teskari muxlislik qilishadi-yu. Keyin anaqani ham rangi sariq-ku An-Nasr. An-Nasr muxlislari keldi, Paxtakorni qo'llab-quvvatlagani keldi. Ochiqcha, chunki anchadan beri raqobat-ku bilan o'rtasida baribir Ronaldo, Neymar keldi, boshqa bo'ldi. Ammo muxlislar An-Nasr muxlislarini anaqa olmayapti, bir tinga olmayapti, bunday o'ylab qarasa. Kattaroqlik bilinib turibdi. Gaplaridan sezildi-da. Hali natija bo'lsa, o'tmishda ko'proq kuboklar bo'lsa, bemalol gapiradi. Pul degandan keyin ham, yo'q, usiz ham dedi-da. Borda haqiqatan arablarning o'zi o'ynab yurgan paytda ham yutgan. Keyin bunda jamoaga qarasangiz ham balans teng. Ularga o'tgan gal gaplashuvdik-ku, misol uchun Dasarilar ham hamma qo'shilib ketgan. Malkom bir-biriga yaqinda, misol legioner olib kelgan bo'lsa ham, legionerga bog'lanib o'ynamaydi. Neymarda bo'ldi. Qanaqadir disbalans bo'ldi. Shuning uchun ham qiynaldi bular. Neymar bilan o'yinlarda yomon natija. Neymar ketganiga pushaymon bo'lmadi va pul ham o'ziniki bo'lmaganligi uchun u hamma joyga bo'lib yuborildi-da. Pichisi bitta bo'lib palaqda chiqadi baribir. Jo'ja ochganiga qaraymiz dedi. Ronaldoda lekin Bobur Duranni zaxiraga olib turibdi-da. Yosh-ku, 2 ta gol urdi. Hozir futbol o'ynasa yosh bolalar bilinib turadi ichimizda. Shunaqa bilinib turibdi-da. Baribir misol Brozovic yaqinda zo'r futbolchi bo'lgan. Brozovic tortib yotibdi. Yaqinda o'tiribman-da, ko'rib turibman. Lekin o'sha Duranni fonida tezlik farqini ko'rdim. O'sha Jamol o'tgan gapirgan gapiga ozgina yo'q unaqa emas dedim. Shunaqaroq ham ekan o'zi bunday o'ylab qarasa, hali MLS dan sal bo'lishi mumkin, lekin o'sha qatorida. Shu Duran ko'rsatib turibdi. Shunaqa yuguradi, hali yosh bola kuttanani chekirgan, eng yorqin misolida. Katta qadamlar bilan u zaxiradan Aston Villada tushardi-da. Watkins o'tirg'izib qo'ygan zaxira. Watkins yosh kattaroq futbolchi-da. Bu 22 mi shunaqa? Yosh yigit bu. 22 yoshida asosiydan o'rin tegmasdi. Shuni zaxiraga olib turibdi, hamma tushunib turibdi. Hech kim e'tiroz bildirmayapti. Normal futbolda unaqa bo'lmasligi kerak. Kecha ham misol uchun Rodrigo u yoqda ham Realda ham shunaqa bir ikkita erkatoy hisobiga Rodrigo eng yaxshi o'ynab turganini olib turibdi-da. Ikkalasi oxirigacha bordi. Tushunib qoldi Ancelotti. Agar shu Vinicius 116 daqiqa olmasam dedi, yana Bernardo seriyasi birinchi bo'lib ko'pto'ga borib oladi dedi. Olib tashlagandan keyin polvon tushirdi. U davosi ham yo'qda Endrikka. O tushganiga ham xursand. Yutib oldi bor-ku. Polvon men polvon deyman. Qisqasi Paxtakor oxirida bizga kutilma qildi, surpriz qildi. O'sha Alayni yutib, boyagidek yulduziga to'g'ri kelib, Asadni yutib. Birinchi Alayni yutib guruhdan chiqdi-da. Asad emasmi? Asad javob. Asad guruh oxirida o'ynadi. To'g'ri, Asadni yutib. Alayni o'tgan yil yutgan. Bo'l, uzr. Asadni yutib guruhdan chiqdi. Mana Al-Hilolda birinchi o'yin yutib berdi.
Ba'zi birovlar mana shuning oqibatida sayohatga borib keldi. Gudyoshga deng. Yaxshi anaqa bo'ldi, endi umidimiz katta. Lekin hali Paxtakor ham ishlashi kerak o'zining ustida. Umidingiz nimadan katta? Umidimiz katta, endi to'g'ri ishlanyapti. So'nggi yillarda baribir Paxtakorda sakrash, pasayish anaqa bo'ldi-ku. Umid qilamiz endi bir xil stabil ravishda rivojlanish anaqasiga o'tadi. Va keyingi yil agar u shu musobaqaga qaytsa, O'zbekistonda chempion bo'lib, endi bunaqa deyishimiz g'alati-da, endi uyat, hech bo'lmaganda uyat. Al-Hilol endi baribir kuchli. Hozir shunaqa deyapmiz, bu gapimiz yolg'on emas, to'g'ri. Bu bahona ham emas. Lekin yana qaytganida musobaqaga aslida Al-Hilol anaqa emas, u Real Madrid emas. Aytaylik, Liverpool emas. Kosmos emas. Kosmos emas-da endi. Yetsa bo'ladi. Yetsa bo'ladi ekan. O'shaning uchun lekin kosmos ekan. Keyingi safar, mayli hozir oradagi tafovut shunchadir, keyingi safar qaytganda ayab o'tirmaymiz-da. Yaqinlashish kerak. Hattoki kimnidir olib borib kelsang poyezdkaga, ayab o'tirmaymiz. Savalaymiz, to'g'risi. Ortiqxo'jayevidan tortib. Qanday qilmoqchi ekanda? Mayli kimni olsa olaversin. Saudiya chempionati MLSdan farqi yo'q, bo'lsa salginadir. O'shaning uchun bitta farqi bor. MLSda yomon tomoni hali tarqatishmadi-da yulduzlarni. MLS bunaqa pullar sarflagan yo'qda, bitta Miami sarflaydi. Bular Miamiga dahshatda to'xtatdi Miamini ham bilsangiz. Bitta anaqaga Ronaldoga sarflaydigan pulini MLS gullab ketar. Lekin Ronaldoning puli hozir foydada bor-ku, bitta An-Nasr ekan. Qolgani sarflanayotgani minusda ekan. Ular Ronaldoni olib tashlayapti-da. Ronaldoga sarflaydi. Ronaldoga sarflangan pul ichida uni orqasidan kelayotgan foydani aytyapti. Boshqa jihatlar, turizm, boshqa narsalarni hisobga olishyapti-da. Butun shahar. Mayli, o'ziga o'zi, ertaga o'zlari javob beradi. Shu pullar uchun borku, mayli, o'zlari biladi. Gap bunda emas. To'g'ri, futbol misolida qarasa, Saudiya jamoalari ham unaqa emas. Lekin mana hozir chorak finalga 3 ta Saudiya jamoasi chiqdi g'arbdan. Bitta Assad Qatar chiqdi. 2 ta Yaponiya jamoasi, bitta Koreya, bitta Tailand. 17-da soat 12da qur'a tashlash marosimi bo'ladi. Lekin o'yinlar 25-apreldan 4-maygacha. Bemalol orada Saudiyada bo'ladi. Markazlashgan. Va Sharq G'arb bilan o'ynaydi. Bu safar. Boshqacharoq borishda, dahshat shu anaqaga olib berishmoqchi shekilli. Shunaqa. Bu safar Bratishkaga olib berishmoqchi shekilli. Kimga? Ronaldoga. Yo'q, kuchi yetmaydi. Hozir aytib turib. Hilol boshqa daraja rostdan ham siz aytganingizdek, xayrlik ham aytgandek. Ronaldoning bitta ishi bor, shu gollarni urish. Mingta qilib olib, fonga tegdilaring deb turibdi, endi bilinib turibdi-ku. Messi. Qarang, boyi gapga. Mana mehnatkash bola ekan, bechara. Ko'p. Juda harakat qiladi. Hilolda 19 ta chempionlik ekan. Saudiya chempionligi. Nasrda 9 ta, Ittihodda 9 ta ekan. Qolganlari endi Shabab, Ahli 6 ta, 3 ta. Eng ko'p shu ekan, 19, keyingilari 9. Ya'ni o'zi Hilolni biz demak anaqa yo'shar ekan, Juventus Inter Milanga o'xshar. Bobur adashmasam, men qaramam statistikani. Xotiramdan eslayapman. Menimcha Al-Hilolni o'zi umuman o'zbek jamoalari birinchi marta uyida hech bo'lmasa. Birinchi marta yutdi. Uyda safarda farqi yo'q. Mashal yutgan ekan 2006-yil. Al-Hilolmi? Al-Hilol yutgan ekan, men chiquvdim. O'ynanib ketgan. 2006da yutgan. Mashal tezlik bilan Superligaga qaytarishgan. 20 yildan so'ng, 19 yildan so'ng ikkinchi g'alaba. Hilol oxirgi 5 yilda 4 marta chempion ham bo'ldi deyman, qarang. Oxirgi 8 yilda 6 marta chempion bo'ldi. Men eslayman-da, Paxtakorni bir marta MXK stadionda, bir marta Jarda ham, bir marta Paxtakorda ham yutib ketganda. Ittihod Jarda bir gol yutib ketgan. Eshtinglar, mana aytaman, 2007-yil Paxtakor Al-Hilol 0-2. O'z uyida shunaqa bo'lgan. Keyin Al-Hilol Paxtakor 2-0. Bu uydagilardan aqlabeng, uyog'i Paxtakor Hilol 1-1 2009 1-1 bo'lgan ekan Paxtakor. Tojiyev urganda o'shanda. Hilol Paxtakor 2-0 yutgan. Paxtakor Al-Hilol 2-2 16-yil. Hilol Paxtakor 4-1. Hilol Paxtakor 2-1. Paxtakor Hilol 0-0 va Paxtakor ekan bu faqat. Bu Paxtakor ekan. Adashmasam bir marta Lokomotivda ham yutib ketdi bular. Anaqada Bunyodkor stadionida. Jardagisi alam qilgan. Shu durang o'ynab turganda Paxtakor harakat qilganda yutishga. Oxirida urib ketgandi. Urib ketgan. Men o'shanda kim edi trener bilmayman, matbuot anjumanida,
durang ham natija-ku, nimaga shuni saqlab qola olmadilar? Aytmaganda futbolchilarga jahlim chiqqanda 90-daqiqalar orasida urib ketgan. Eron yutib ketgan o'shanga o'xshash bo'lgan. Ha, u Nestor Genrixlar o'ynardi. Va Shershov bor edi hali u paytda. Yo'q, Shershov yo'q. Lekin qarang jamoalarni. 16-yil, 2006-yil guruh bosqichida Hilol Mash'alni 5-0 yutgan ekan birinchi. Guruh bosqichi. Uyida 2-1 Mash'al yutgan. Botir Qorayev, Zafar Xolmurodov, Abdulloh Juman Dosari, Dosarilar dodasi. Mash'al emas, Nasab ekan. Dosarilar dodasi deydi. Darvozada Pavel Butenko turgan ekan. Kamoldan keyin. Dahshat, o'zimizning futbolchilar ham hozir doda bilasizmi shu sanaganlaringiz? Botir Qorayevlar, Zafar Xolmurodovlar. Navarali o'sha. 90da Kamoldan Kenjayev qizil olgan ekan. 2-yil 2006. Ha, u Abduqodir Husanov 1ga kirganda, 2ga. Jasur Hasanov o'ynagan ekan. Shuhrat Mirxoldirshoyev hujumda. Rustam Qodirov, Rashid G'ofurov. Mirxoldirshoyev hozir menday. Botir Qorayev, Anvar G'ofurov, Anatoliy bo'ldi. Hamza Karimov o'ynagan ekan. Qisqasi, Viktor Jalilov bosh murabbiy bo'lgan ekan. O'tib ham ketdi u odam. Dahshat. Xotira turnir. Moziy sahifasiga o'tdik-da hozir bir ro. Ishlab qolmiz sekin-sekin. O'z shu bilan qolganlarni ajratibdi. Tirikchiligimiz shu bilan qoldi. 80-yil esingda bormi deb boshlaydi. Ha, Bo'riyev desa bor-ku. Biz masalan boshqa podkastlar bor-ku endi, yoshlar boshqa anaqa. Bo'riyev desa anaqani tushunadi-da. Paxtakor. Abdurahmon Bo'riyev. Biz ham futzalchi Bo'riyev deymiz. Yosh kattalar. Ha, yosh kattalar, chunki yoshlar tanimaydi, kechirasizlar. Hop, men boshqa narsa so'ramoqchi edim. Xayrliki, darvozabon yaxshi o'ynadi dedingiz. O'zi Toshkentdagi va o'sha Riyoddagi o'yinlarda bir pichoq qilinadigan Paxtakor tarkibidagi bunda ko'zga tashlanadigan nimalardir ko'rdinglarmi? O'yinchi farqi yo'q. Alijonov kachinib ketdimmi? Alijonov qaytdi. Masalan, o'tgan yil qaytdi o'zi. Lekin o'yinlari eski Alijonovni eslatmaydi. Bu yilga mana shu Al-Saad bilan ham Toshkentdagi o'yinda ham Alijonov anaqalari, harakatlari yaxshi. Men anaqa hamma o'yinlarda anaqa fonida qarayman-da. Milliy jamoa fonida. Shuning uchun menga yoqdi. Lekin u yoqdagi o'yinda bilmayman, darvozabon Paxtakor, men u yoqdagi o'yinni ko'rmadim. Chunki xafa bo'ladimi yo'qmi Paxtakor muxlislari ham, Paxtakordagi ishlaydigan xodimlar, tanishlarimiz ham. Mana shu ichki guruhimizda nima degandim men sizlarga? O'sha gapimni hozir ham ayta olaman. Ketishdan oldin aytdim, Paxtakor yirik hisobda yutqazadi. Chunki Toshkentdagi o'yinda shu ma'lum edi. Lekin Paxtakor darvozaboni Toshkentda o'yinda unaqa qahramonlik ko'rsatgan yo'q. Hilolning o'yini umuman o'xshamayotgani bilinib turibdi jarda. O'sha sovuq deymizmi, maydonning sifati deymizmi? Bir nechtasi yo'q edi asosiy tarkib futbolchilari. Futbolchilar yo'qmidi? Paxtakor haqli g'alaba qozondi. Baraka topsin boshqa. Lekin u yoqdagi o'yin o'sha yutqazgan Hilolning harakatlarida bilinib turdi-da, u yoqda yutqazishimiz. 1-0 dan ham fojia yasamasdan ketishgan. Ha, ular unaqa 1-0 ga haqiqatdan ham o'sha ishonmasanglar anaqani o'qinglar. Matbuot anjumani. Yo'q, hakam Hilol bosh murabbiy aytgan, u yoqda umuman muammo yo'q bu jamoa bilan degan. Hozir Hoji Akbar haqida gapiradigan bo'lsak, Hoji Akbar umuman Paxtakorda birinchidan 7-raqam olgan. Nimaga Sardor emas? U Abdulla Abdullayevga berishgan Sardorlik. Endi chunki Alijonov ko'proq Paxtakorda. Endi gap Alijonov o'zi, lekin jamoaning liderligi bilindi. Butun o'yinni to'p olib turib o'zi harakat qilyapti. O'sha penalti bo'lishdan oldin 2-0 da zo'r epizod qildi. Bitta o'zi qildi. U joyda jamoaviy o'ynab bo'lmayotdi. Bu tezlikka bardosh berib bo'lmayotdi. Ham uchib o'ynayotdi-da. Hammasi bor-ku. Kannozi ham, mana Dosarilar ham, boshqa ham to'xtatib bo'lmayotdi. Malkom ham zo'r formada ekan. Keyin faqat individual mahorat hal qilardi. Qanotda o'sha Vinicius Simon o'yin aldab kirib berdi, bo'sh qolgan darvoza deyarli o'tda rikoshet juda tez bo'lib qoldi epizodda. Urolmadimi? Urolmagandan keyin bitta shuni qilib berishim mumkin edi degan charchab qaytdi-da, orqaga rosa boruvdi. Yiqiliblar aldadi, boshqa narsalar qildi-da, bitta o'zi qilgandan keyin borib qarsada tepdi bor-ku. Tepganda bir narsa deyolmayapti, haqli bo'ladi-ku. Men qiluvdim naryoqda. Bu yoqda rasvo qildi. 2-1 bo'lsa ham men ishonchim komil yana urib tashlashim mumkin edi. Lekin Al-Hilolga qoyil qolganim
90 plus daqiqalarda ham o'ynayotgandi-da. Oxirgi. O'sha oxirgi paytlardagi Siz maydon qaramay qo'ygan paytlaringizda ham o'ynayapti. yo'q, muxlislar ham bor-ku, baraban chalib borku, Hiloldagilar ha desa borku, bundoq qo'ysa ular o'rtadagi farq shunda bilinib turibdi. Bunaqa bo'lmasligi kerak-da o'zim. Ular fan klub odamlari bo'lsa kerak, bir xil forma kiyib olgan. To'g'ri, faqat orqada hamma bo'lganligi uchun naryoqda endi bo'lib yotibdi. Hamma joy bezalib ketgan, kimdir qirollimi, anaqa ko'rinishda ham rasmini qo'yishdi, ko'rgan bo'lsangiz. Varabey bor-ku, qaroqchi. Jek Varabey ko'rinishda berishdi, bir narsalar qilishdi. O'yinni boshida ko'tarishdi u banner. O'zi bilinib turganda, hali shuncha o'yinni alami ham, anduhi ham hammasini ko'rsatdi. 4 o'yindan bir rasvoydi. 2-0dan keyin, 3-0dan keyin to'xtasa bo'lardi. Anunda bo'lsa, An-Nasrda bo'lsa, jamoa to'xtadi. 3-0dan keyin Qizil oldiga Istiqloldan Qizil olib qo'ydi birinchi bo'limda. Bo'ldi, bunday qoldi. Anu tugamayapti-da. Gol urish kerak, harakat qilyapti. Pas bitta o'zi shunaqa qilib yuribdi. Uni endi hamma o'rganib qolganligi uchun, tushunarliligi uchun mayli endi shuncha pul ham oladi, yugursin dedingizda, o'ylab qarasa. Lekin bu yoqda muhit boshqacha. Bu yoqda o'sha oxirgi o'yinlar natijasini Paxtakordan alamini olganda ham o'ynadi. Shu agar bu yoqda yutqazmagan unaqa yirik qilmasligi mumkin edi. Ehtimol. O'shani anaqa qo'ydi-da. O'sha darvozabondingiz yaxshi darvozabon deyishyapti. Bitta seyf, yomon seyf qildi bu. Asr seyfi deb yozib yubordi bitta kanalda. Bizni ko'zimiz ko'rdik. Bu gol edi-da u. Yaqin masofani bosh bilan urdi. Nerga keyin ataylab kirdim. Sharhda qanaqa bo'layotgan ekansan, u yo'q, undan ham qo'rqinch. DXYani prime varianti bo'ldimi? G'alati qayta. Lekin shunaqaki, mana misol uchun 4-0 El Clasicoda Kurtova yomon o'ynamagan bo'lsangiz. Boshda 3-4 ta seyf qilgan-ku. Lekin 4 ta gol o'tkazib yuborgan-ku. 4 ta gol o'tkazib yuborgandan keyin aytasizda qanaqa, yo'q, yaxshi, butun o'yinni eslasangiz qutqargan ko'p kattaroq hisob bo'lardi deysiz. Endi golni uni ayb bilan bo'lgan bo'lmaydi o'zi. Shunaqa bo'ldi-da. O'zi darvozabon bironta golda xatosi, qarshi hujumda bo'ldi ikkitasi. Otdan tez ekanda yomon, bunisi yugurib ketyapti. Ulgurib bo'lmayapti. Men charchab ketdim tomosha qilib. Keyin bundoq qilasiz 65-daqiqa bo'ladi. Bunaqa og'ir bo'lmas ekan bor-ku. Birinchi o'yinda Bo'riyev mana o'zi match bo'ldi. Markazda o'sha yaxshi o'ynagan hisobiga. Bo'riyev xato qildi 2-3 marta. Tezligi bardosh berolmayapti. Bu tempga. Bu temp boshqa daraja. Siz aytganingizga qo'shilaman. Uzoq emasdilar-ku Jamol akam. Uzoq Hilol. Hilol ancha uzoq. Bizadan ancha uzoq Hilol. Endi biz u juda ilgarilab ketmagan, biz to'xtadik-da klublarimiz. Biz endi umuman reytingda o'zi 5-o'rindamiz Jamol aka. Endi Hilolni hali pastki Kambodjalar bilan solishtirib ham bo'lmaydi-da. Hilol dahshat uzoq. Unga yetib olish uchun Realda bilan tengma-teng o'ynab yuribdi-da klublar jahon chempionatida shu jamoa. Ya'ni Hilol o'z chempionatdagilar ham uzoq. Osiyodagi jamoalardan ham uzoqroq-da. U sal Yevropa bilan Osiyo o'rtasiga tushib olgan klub bo'lib qoldi-da hozir. Shuning uchun endi qiyin. Mayli. Timur Kapadze tarkibiga o'taylik. Kapadze e'lon qilgan tarkib, unga qanaqa munosabat bildirasizlar? Telegramda Jamol aka yozdingiz, deyarli o'zgarish yo'q deb. Hamma qo'ydi xullas. Mana shu tarkibdan nima kutish mumkin? Kimni qo'shish mumkin edi? Temurning bu tarkibini o'zi kutish shunaqa kerakmidi? O'tgan davr mobaynida Temur yana nima qilishi mumkin ediki biz boshqacha tarkib kutsak? U yerdagi avval Katanis chaqirib yurgan futbolchilar deylik va imkoniyat berilmagan futbolchilar, Abduxoliqov deymizmi yo himoyadagi, yarim himoyadagi boshqa yigitlar deymizmi? Umuman fikrlar qanaqa bu tarkib haqida? Tarkibda deyarli o'zgarish yo'q. Deyarli o'zgarish yo'q. O'sha deyarlini ham topa olmayapman hozir. Deyarli emas, menimcha umuman o'zgarish yo'q. Siz endi Komilov aytmasangiz, Komilov menimcha Katanis chaqirmayotgandi. Komilov. Himoyachini aytyapsiz. Bitta o'zgarish shu. Gap bu yerda kimlar chaqirilganda emas, biz qanaqa futbol ko'rsatishimizda. Xo'p. Keyin Temurda shunaqa vaqt qisqa edi, hozir bunaqa tarkibda katta o'zgarish. Men to'g'risi Temur bilan yaqinda gaplashdim. Masalan, kimlarni kuzatyapti, kimlar qanaqa formada degan Antaliyaga borib kelganidan keyin ancha telefonda shu yerda gaplashishimiz kerak edi. Endi hozir Temur vaqti yo'q. Bergan taklif qildim o'zi aslida dushanba kuni. Hozir endi mana bu ishlar bilan chalg'imay muhim o'yinlar dedi. Xudo xolasa ikkita g'alaba qozonib olsa, keyin chaqiramiz, to'pon ketiramiz. O'sha gaplashganimda bu yerdagi
masalan hozir mana shu ro'yxatdagi futbolchilardan tashqari yana nechta futbolchilar haqida gaplashganmiz-da. Ularni kuzatayotganligi, ular bilan gaplashganligini. Masalan, Antaliyaga borganda faqat o'zbek klublarini kuzatmadi-da. Masalan, Rubinning o'yiniga bir nechta o'yiniga bordi. CSKAning o'yiniga bordi. U yerda faqat Abbosni, Rustamning o'yinini kuzatgan yo'q. Murabbiylari bilan gaplashdi. Menga o'shalarni ham aytib berdi-da, masalan, u murabbiylar bilan gaplashib, ularning fikri futbolchilar haqida, ularning hozirgi holati haqida, boshqa, ular qanaqa taktikada o'ynayapti. Masalan, anaqadan xavotir oluvdi. Hattoki Rustam ketmoqchi edi ham Rubindan. Chunki asosiy tarkibga bosh murabbiy ishonmayotgan. Uni qo'ymayotgandi, mana yig'inlarda. Keyin uning bir konkurentini sotib yubordimi, jarohat oldi, bir narsa bo'ldi, Rustam olib qolishdi keyin Rubin. Mana shularda men Temurdan eshitdim-da, olib qoldi, demak hozir o'ynaydi dedi, chempionat boshlansa o'ynaydi hozir Rustam 100% dedi. Faqat CSKAdan xavotirdaman dedi, Abbosga uncha boshqa taktikada o'ynayapti, u taktikada Abbos yo'q dedi. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta o'yinda zaxiradan tushdi Abbos. Endi bu O'zbekistonlik futbolchilar haqida endi qo'yavering. Masalan, chaqirilmagan bir nechta futbolchilar haqida ham gaplashdik, boshqa qildik. Ularni chaqirmaganligi, masalan, Rahmon Aliyev hamda Jaloliddin haqida gaplashdik. Ular ham o'ynayapti. Aziz G'aniyev Amirlikda ular haqida gaplashdik. Hozir dedi, u yangi qo'shsangiz qisqa muddat anaqa emas deyapti-da. Ularni qo'shish uchun tarkibga yig'in kerak deyapti. O'shaning uchun o'sha Katans tarkibini saqlab qoldi. Xudo xohlasa, yomon tarkib emas. Hozirgi kunda haqiqatan ham yaxshi. Endi bu yerda bitta anaqa bor, Masharipov bilan O'runovning sport formasi. Endi Masharipovda ikkita o'yin o'ynadi. Shu boshqa muammo yo'q. Asosiy tarkib ham o'zgarmaydi deb o'ylaysizmi? Men aytib berishim mumkin. Men taxminim asosiy tarkib. Yusupov 100%. O'ngdan chapga Alijonov bo'ladi menimcha. Aliqulov, Ashurmatov, Husanov. Yo'q, Ashurmatov bilmayman, Husanov. Chap Nasrullayev. Aliqulov qanotga o'tishi mumkin. Hozir Nasrullayev kichik jarohati bor-da. Sayfiyev. Balki 3 himoyachi bilan o'ynaymiz. Sayfiyev bilmayman to'g'risi. Sayfiyev. Endi to'g'ri qanaqa taktika bilan o'ynashga bog'liq. Agar 3 ta himoyachi bilan o'ynasa, unda Qirg'iziston bilan 3 ta himoyachi bilan o'ynamasa kerak. Unda anaqa bo'lishi mumkin. Yo'q, aynan hujumkor 3 ta himoyachi bilan ham hujumda o'ynash mumkin-da. Qirg'izlar bilan 3 ta himoyachi o'ynash. 2 ta qanotga anaqani tushiraveradi-da. Vingerlarni qo'yib tushiraveradi. 4 ta bo'ladi, baribir o'rtada bittasi deyarli tayanchga chiqadi. To'g'risi Qirg'iziston bilan menimcha ko'p ehtimol bitta anaqa bor. Abbos menimcha asosiyda tushadi, O'runov qoladi. Chunki O'runov hali sport formasi unaqa darajada emas. Jarohatdan endi anaqa bo'ldi. Hali mana bu 17-yilda yig'ilsin, mashg'ulotlardan ko'ramiz o'zi. Ma'lum bo'ladi. Unaqa katta tarkibda o'zgarish bo'lmaydi. Gap tarkibda kimlar o'ynashda emas, qanaqa futbol o'ynashda. Umid qilaman, men Katans futboldan farqliroq bo'ladi. Men ham umid qilaman. Qirg'iziston bilan o'yini, ayni hech bo'lmasa-da. 4-5-1 yo 3-5-2 bo'ladi. Gap boya sanoqda emas hattoki-da. O'yin boshqacha bo'lishi kerak. 1-9-1 bo'lib o'ynash mumkin. O'sha ular maqsadi nima? Shunda. O'shaning uchun, chunki biz Katans bilan so'nggi 1 yil umuman maydon markazida u yoqda pressing qilmadik, boshqa qilmadik. Lekin o'sha Iordaniya bilan o'sha o'rtoqlik o'yinini ham ko'rgan bo'lsangiz, o'sha ikkita tarkib, ikkala taymda ikkita tarkib o'ynadi. Biz yuqori pressing qildik, boshqa qildik. Endi qila oldik, qila olmadik, bu boshqa masala. Qila olgancha qildik. Lekin bu baribir harakat qiladi-da, u anaqasi o'zgarmaydi Temurning u falsafasiga xiyonat qilmaydi. Xo'p, tarkibda men to'g'risi umid qilgandim Sergeyev ham qo'shiladi deb. Sergeyev lekin tushgan o'yinlarni ko'rdim, hali tayyor emas-da, hali jarohatdan endi tiklandi u. Unga konditsiyasiga kelib olish kerak ancha. Bor yo'q 2 hujumchi, Shomurodov va Abduxoliqov. Bu yerda Abbos ham hujumchi aslida, Oston ham hujumchi, Jaloliddin ham hujumchi o'zi aslida, aniq qarasangiz-da. Bu yerda endi boyaga 9lik. O'zi oxirgi o'yinlar, hattoki o'sha Katans davrida ham
Eldor ko'proq anaqada foyda bergan, winger bo'lib o'ynagan. Qanotdan qo'shiladi. Qanotda qo'shilganda-da. Abbos hujumga chiqib qoladimi? Boshqa O'shaning uchun gap kimni qayerda joylashuvda emas. Xo'p, bitta fikr qayerda ko'rdim? Tariximiz davomida mana nihoyat birinchi marta ehtimol biz Erondan kuchli bo'lib maydonga chiqamiz degan gapni o'qidim. Nima deysizlar? Tarkiblar e'tibori bilan, legionerlar e'tibori bilan. Boyaga anaqa bo'yicha, lekin hozir Abduqodir fonida shunaqa Ha, bunda o'ylab qarasanglar, Shomurodov formasi, Abduqodir fonida ehtimol balki bu gap tagida jon bordir. Keyin Eronni hozir futbolchilari unaqa bir Zo'r emas-da. yorib tashayotgan joyi yo'q. bitta ko'p bo'lib yotib olib himoyalandik-ku. Ya bitta kamgacha lekin yaxshi Ha, o'ynadik. o'sha qizil bo'lmaguncha O'zbekiston Endi uyda o'ynadik, boshqa qilmadik. Ozodida sizga 90 ming. keyin o'sha Timur Kapadze tushuntirib beruvdi shuni. 5 ta futbolchi almashtirdi. Bizankilar almashtirmadi. Ana oyoq tortib yotibdi Eldor. Eldor pressingda qatnashmayapti. 10 gol bo'ldik. 10 goldan keyin 5 ta futbolchi haligi sveji bola tushganligi uchun tabiiy ustun bo'lib ketishdi dedi. Ungacha o'yinchi almashtirmagan bu, ha? Shu tomonni ta'kidladi. Tanimaganligini shu joyda aytdi. Urra! Ishon- Ketkizor seni. Ishonmasligi bor-ku mana zaxirada o'tirgan Yo, futbolchi. ani Chalajon, Shukurov ham shunaqa qiluvdi. Jarohat bilan o'ynadi, esingizdami? Yo, almashtirmaydi-ya. Qo'y, u oyog'i sinadi uni. Ertaga faoliyat tugaydi. Almashtir. Ancelotiga o'xshaydi. Yo, bu faqat o'zini o'ylaydi, natijani. Modric asos tarkibda tushdi kecha. Dab bo'lganing rost bo'lsin-a. Gapiravering. Gapiravering. Yo, ko'ylagingizga qarab qoling. Yo, sizda ham borroq ko'ylak. Shu. Hop. Demak, Qirg'iziston bilan va Eron bilan ikkita muhim o'yinimiz bor. Va nasib bo'lsa, Bobur ham tug'masdan biladi. Yaxshi yomonligini. Qirg'iziston bilan o'yinni chiptalar tugabdi. Aytib ketdi. Bugun kirsam yo'q-da, chiptalar tugadi. Kechagina turuvdi. Bugun kirsam chiptalar yo'q. Ya hozir shunaqa uslubda ishlashyapti-ku, to'xtat ozgina qismini. Ha, bo'lib sotishadi. Yaqinroqda sotmasa, o'yin bo'lib ketadi. Ha, to'g'ri. Hali bor-ku bir necha kun. Boshqalarda ham bor bu tajriba. Bo'ldi, to'g'ri. Oldingi safar ham shunaqa qilishuvdi. hafta bor-da. Bo'lib 3 ga bo'lib sotishuvdi oldingi safar ham. Bo'lib to'lash degan narsalar ham reklamada ko'payib ketdi-yu. Ha, shunaqa. Xullas mayli. Milliy jamoamiz haqida bo'ladigani, endi Yevropa futboliga o'tamiz. Yevropa futbolda bizga muhim bo'lgan o'yinlar. Ya, Superliga boshlandi. Qizilqum, Agentga shu darajada Superliga qiziq emas. Yana nechtasi g'alaba qozondi? Bilmaymiz. Ikkita AGMK bilan Qizilqum g'alaba qoldi. Qolgan durang bo'ldida, 4 ta durangi bilan. Voldiyni hamma jamoalar durang qildi. Durang bilan boshlab olishdi. Paxtakor Mashal bilan o'ynamadi, qoldirilgan. Ha, Nasaf g'alaba qozondi. Nasaf g'alaba qozondi. 3-kunda faqat Nasaf yutdi. Yo, yana anaqa ham yutdi. Xorazm ham yutdi. Xorazm yutdi, Mashal 2-0 yutib qo'ydi. Birinchi marta yutibdi hayotida Mashal. O'z bu turdan qaytgandan keyin ham birinchisi yutdi. Paxtakor 2-aprelga qoldirildi o'yini. Qizilqum bilan o'yini bor ekan. Men bu turda ikkinchi turda. Ha, ikkinchi turda. Chunki kelishayotganda shu gapirishdi-da. Ko'pchilik Nasaf Neftchi Paxtakorni aytyapti bu yil chempionlik asosiy da'vogar 3 ta jamoa deb. O'z oldingi safar bu studiyada ham gapirdik shekilli, yo Superliga haqida gaplashmadikmi? Yo'q. Nasaf Neftchi va Paxtakor asosiy o'zi Nasaf bilan Paxtakor deyarli teng. Desa bo'ladi, chunki Nasaf chempion bo'ldi. NNP bo'lyaptimi endi? O'tgan yil 3 ta Nos yo'q endi. PNN ham bo'lishi keyin mumkin. oxiri Nos bo'lib qoldi. NNP yoki PNN. Uchlikka qo'shilasizmi? Ha? Uchlikka qo'shilasizmi? Favoritlar uchligiga, ko'pchilikning e'tiboricha, ta'biricha. Endi tarkib borasi bo'yicha hozircha shunaqa. Endi hali 1-2 turdan keyin ko'ramiz. Neftchi, Nasaf, Paxtakor. Nasaf baribir. Yo, So'g'diyona hozir bitta mag'lubiyat Nasafga uchradi-da, mag'lubiyat. So'g'diyona nega? So'g'diyonani qo'shmaslik g'alati-da. OKMK'ni-chi? Ha? OKMK'ni. OKMK'ni ham OKMK qo'shmasangiz xafa ham bo'lmaydi, bilasizmi? Qo'shsangiz ham xafa o'zgarmaydi u. Baribir chempion bo'lmaymiz deydi. 4, 5 yoki 3-o'rin. Bizga deydi, kubok finalga chiqib olsak bo'ldi deydi. Yo'q. Hozircha mana bunaqa deb turaylik. Nompis. Bu yerda nima o'ylayaptilar sen shu so'z yasamoq. bosh harflarni keltirayotgan ekanlar. Abbreviatura. O'tgan yil NNN qilib, u yarmiga ham yetib bormaydi.
Ben ciddi Nospatsiz bo'lar ekan. ben ciddi uchlik haqida so'radim, prognozi haqida so'rayotirman. Menda Nasaf, Paxtakor, Neftchi. Ketma-ketligi shunaqa. Endi tushuntirib ber, nimaga Nasaf? Nasaf chempion bo'ldi. Nasaf yaxshi transferlar qildi. Hop. Keyin Nasafda ikkita qo'shimcha legioner olish joyini qoldirdi. Nimaga desa, yozda qilar ekan. Chempionlar ligasida ishtirok etadi-yu. Yozdan keyin ishtirok etar ekan. Elitda ishtirok etadi. O'shanda ko'radi. Va baribir Cheranni oldi, keyin Rubin Hibay oldi. U yaxshi sifatli transferladi. Cheran menimcha zaxiradan tushishga rozi bo'lib borgan. Lekin asosiyda boshladi shekilli birinchi o'yinni. O'yiniga qarabdi u ham. Hibay yaxshi qo'shiladi. Qolgan futbolchilar joyida. Keyin chempion bo'ldi-da baribir. Chempion bo'lgan jamoani keyingi yili boshqacharoq bo'ladi. 35 yil deganda bo'ldi. To'g'risi ikkalasi o'zi asosiylar. Nasaf Paxtakor. Qolganlar qo'shilmaydi deb o'ylaysiz. Qolgan qulonni tortyapmiz. Chunki Neftchida birinchi turda Bunyodkor bilan ko'rindi hali. Va Neftchi xuddi o'tgan yilgi Navbahorga o'xshaydi va Navbahordan yomonroq variantida. Nima desangiz, Navbahorda-ku Samuel Babayan o'zi tanigan, o'zi qurishi mumkin, ko'ziga yetgan futbolchilarni olgan edi. Murabbiyning jamoasi edi baribir. Lekin bunda Levchinkani o'zi ham qatnashmagan deyapti ko'plar. Shuni olib kelindi, o'ynatasan bo'ladi. 5 ta himoyachi bilan o'ynaydi. Bu yerda Irismetov ko'proq. Irismetov ishlari bo'lgan ko'proq va qiyin bo'ladi. Ya'ni murabbiyning qarashlari bor. Keyin 4 ta himoyachiga o'tsa, futbolchilar ham o'zi aytayapti. 4 ta himoyachiga o'tgan paytda nima qilish bilmay qoladi. 5 ta himoyachi bilan zo'r tutadi o'zini. Ya'ni 3 ta himoyachi bilan. Bu futbolchilar bilan hujumkor o'ynash kerak, birinchi raqamda o'ynash kerak. Boshidagisi sal aldagan ham bo'lishi mumkin. Biz ham ishondik-ku. O'tgan yil. Urilgan uchuvchilar bilan undan oldingi yil. Zo'r o'ynab tashladik-ku. Keyin o'tgan yil bir ikkita futbolchilar qo'shib berishgan edi, o'ynatdi. Oldingi yili bitta mag'lubiyat bilan tugatdi chempionat. Ha, ma'ni hakamlar noto'g'ri ishlab boshqa bo'lib chempionlikka chop tashashdi. Keyingi yil qo'shildi-da, yaxshi futbolchilar qo'shilganda hech narsa qila olmadi. 2 yil oldin chempionlikka qarab ketayotgandi o'zi. Rosa chopishdi lekin, nohaqliklar qilishdi. Tartib-intizom qo'mitasida o'tirib indamadinglar. Yo'q, tomosha qilyapman. Unaqa qo'mitada yo'qmiz biz. Unaqa deb o'yladi, mayli. Mayli. Keyingi soatga o'tib olamiz. Yevrofutbol bizni kutyapti. Ikkinchi soatga xush kelibsiz. Futbol plus tok shousi Yevrofutbolga o'tamiz va iftorgacha taqab o'tirmay, sizni vaqtingizni olmay, tezgina xayrlashamiz. Bugun ertaroq. Xo'p, xayrli aka. Liverpoolning mag'lubiyati va Paris Saint-Germainning g'alabasi siz uchun nimani anglatadi? Bu kuchlar mutanosibligida va Chempionlar Ligasi favoritlari umuman kelgusi o'yinlarda nimadir o'zgartirdimi? O'zgartirdi. Liverpool guruh bosqichida birinchi o'rinni olgandi. Masalan, Al-Hilol ham birra olgan, chiqdi-da keyingi bosqichga. Yevropada esa birinchi o'rin egasi chiqmadi. 8 tadan 4 tasi chiqib ketibdi, kuchli 8likda. Kuchli 8 ham. Bayern, Lille, Atletico, yana Liverpool 4 ta jamoa chiqib ketdi, 4 tasi qoldi. Guruh bahslari bu bo'ldi, o'tmishda qoldi deganida. Guruh bahslari butunlay boshqa narsa. Endi PSG haqida ko'proq gapirsa to'g'ri bo'ladi. PSG shunaqa ediki, Fransiya chempionatida o'ynaydi, haqiqiy kuchini bilolmay yurasiz. Oldinlari ham shunaqa bo'lardi. Lekin oldinlari bilardiz. Misol uchun asosan o'sha Messi o'ynagan payti, Neymar yoki Mbappe o'ynagan payti yulduzlarga tayanishini bilardiz. Yulduzlarga tayanadigan jamoa bir kun baribir muhim uchrashuvda yoshi o'tganligi uchun, boshqa uchun qanaqadir tezlikda Modrichga ham boy berib qo'yishi mumkin-da tezlikda. Va musobaqadan chiqib ketishi mumkin degan faraz bo'lardi. Har doim shu o'zini oqlardi. Boz ustiga uni yulduzlari tortadigan yulduzlar emasdi. Bir marta bo'lgan, jamoaviyroq bo'lgan. Unda ham Neymar endi borgan payti, Covid payti 2020 finalgacha yutqazgandi. Finalgacha ham yengil tomondan borgan, misol uchun Barselonani yutgan Bavariya bu tomonni qiyinroq tomonlardan borgandi Bavariya. Esimda edi. Chelsea ni yutgan, lekin bu Atalanta Leipzig yutgan edi. Yodimda bir tomon. Shuni Atalanta rosa qiynaluvdi. Neymar zo'r o'ynagan, boshqa, ammo bar Neymar bor edi. Hozir qaysi yulduzni e'tirof etishni bilmayapti odam. Masalan, Dembele, oxirgi payt ko'p gol urgandir, lekin Dembele, u Dembele-da,
har doim Dembele bo'lib qoladi. Messi yoki Neymarchalik Xuddi, yaqqol ajralib turmaydi baribir. Hilolga o'xshab turib, Malkomi bor, lekin boshqalardan ham xavf bor. Xvichani olib turib, Xvichani zo'r adaptatsiya qilgani o'zi respekt qoyil. Xvicha har xil pozitsiyalarda o'ynab ko'ryapti. Juda ko'pda taklif qiladigan narsasi. O'zi Luis Enrique shunaqa futbolni o'zi kutgan edi. Shunaqa futbolni sog'ingan edi va yulduzda haligi bosh og'riq yulduzda ketgandan keyin hech qanaqa ortiqcha bo'lmaydi. Bemalol almashtirib tashlaydigan futbolchilar bor. Jamoa yulduz bunday o'ylab qolsa, Barkali ham yulduz, Xvicha ham kichkina bola emas, Marquinhos, Dembeleni ham gapirsa, Due yaxshi ochilib turibdi hozir. Milan Leon almashmoqchi, Leoni. Himoya hali ham o'sha darvozada Donnarumma baribir jahon yulduzlaridan biri. Himoyada o'rta gapirib Neves bilan Vitinha bir olam. Fabian Ruiz Yevropa chempioni qilganlardan bittasi. Tarkib zo'r hali ham. Lekin bu tarkib baribir o'ynaydigan tarkib, ko'zi och tarkib, haddidan oshmaydigan tarkib. Luis Enrique'ni gapiga quloq soladigan tarkib desak ham bo'ladi. Shuning uchun shunaqa kelayotganda ben shunaqa bo'ladi deb o'yladim taxminan. Ya'ni Liverpool bu darajada 4ta bo'limni oladigan bo'lsak, 3ta bo'limni boy berar darajaga tushib qoladi deb o'ylamagandim, lekin Liverpool bilan tengma-teng o'ynaydi deb o'yladim. Faqat aldab keldida, masalan, Brestga tushib qoldi Chempionlar Ligasida ham. Brest o'ziniki endi. 2 martalab yutdi yirik hisobda. Yirik hisobda yutdi. Endi bar Fransiya chempionatidan bitta o'yin dedikda. Chiqqandan keyin birinchi o'rin egasini mana shunaqa o'yin tomonlama har xil kurslarda qarshi hujumga ham tayyor bo'lib o'ynadi, misol uchun. Ikkinchi o'yinda kuldim men. Birinchi o'yindan keyin men jahlim chiqdi. Endi futbolda adolatsizlik. Kimdirlar misol eslatishdi, Real bilan Liverpool shunaqa o'ynagan finalda boshqasi, Real bilan finalda hamma shunaqa o'ynaydi. Bu yangilik emas-da. Borussia ham zo'r o'ynadi o'tgan yil. Birinchi bo'limda nechta vaziyatlar birga-bir chiqib ura olmagan. Gap u joyda Realda-yu. Masalan, Real o'sha golni o'tkazib yuborgandan keyin butunlay o'zgarishini bilamiz-ku. Liverpool 0-0 uzoq vaqt qolib ketganligi uchun va shu yomon bo'ldi. 90-daqiqagacha, 89-daqiqagacha 0-0 bo'lganligi PSJni o'yindan chiqarib olmadi. PSG bitta ritmda o'ynayverdi-da. Bu juda uzoq ko'rinib ketdi. Bu g'alati ko'rinib ketdi. Liverpoolga bunaqa narsa bo'lmadi. Deylik, Liverpool boshida o'sha Xvichani goli hisobga olinganda birinchi o'yinda. Hisobga olinganda Liverpool qo'shardi. Liverpool butunlay boshqa o'ynardi. Buni bilamiz. Lekin biz uchun o'yin o'tdi va 90 daqiqa dominant PSG. Va oxirida bitta o'sha Darwin Nunesni pasi bilan bitta qarshi hujum bo'lib turibdi. Alisson Becker hayot o'yinini o'ynadi va o'zi ham aytibdi, eng zo'r o'yinim degan. Shunaqa paradoksli o'yin bo'ldi-da va Liverpool tomonidagilar ba'zilari bu taktika emas edi bu. Ilojsizlik edi bu. Shunaqa bo'ldi. Va qizig'i keyingi o'yinda xuddi shuni teskarisi bo'ldi birinchi bo'limda. Tinimsiz Liverpool hujum qildilar. Liverpoolda vaziyatlar bo'ldi. Salah va golni o'yindan chiqib kelgan gol emas edi. Dembele birinchi urinishda gol urdi-da, misol. Keyin to'g'ri vaziyatlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ikkalasida ham hali nisbatan yomon o'ynagan jamoa o'sha bo'limda gol urdi. Yani o'yin emas. Keyin 1-1 bo'lgandan keyin, hammasi tekislangandan keyin mana endi kuchli o'rtaga chiqish kerak edi. Enfieldda edi o'yin. Enfieldda Liverpool tinimsiz hujum qilishini to'g'ri tushunamiz, ammo menimcha men shunaqa deb taxmin qildim. Slotga ham Liverpool futbolchilariga ham bir haftalik heytli yomon qattiq ta'sir qildi. Shuning uchun boshdan biz Bruno o'ynamasa ham bo'ladi. Himoyaga e'tibor berib, qarshi hujumni ushlab zo'r o'ynaydi, qarshi hujumda Liverpool. Shunaqa qilmadi-da bilsangiz. Jinni qo'ziga o'xshab oldinga chiqib ketdi, otildi, boshqa qildi va bu yana golsizlik davom etdi. Bu urib qo'ygandan keyin battar yana Liverpool bir qanaqadir chalkashib ketdi hamma tomonlama. Zo'r o'ynab turib hech narsa qilib bo'lmaydigan o'yinda tuyuldi. Masalan, kechagi Atletico bilan Realda mutlaqo taxminingizdek o'yinda bilasiz. Bir jamoa nima qilishini, bir jamoa nima qilishini. Lekin bunda tushunarsiz bo'lib qoldi. Rollar almashib qoldi, boshqa bo'ldi va eng muhimi, penaltilar seriyasiga chiqishdan oldin men o'yladim, ikkita penaltilar seriyasida ham bir xil o'yladim. Ey Liverpool, nima qilasan? Donnarumma o'ynayotgan jamoaga qarshi penaltiga chiqma. Yevropa chempioni qilib bergan Italiya. Shu qilganda hamma ko'rgan-ku. Uzunda endi u juda uzun.
burchakka Kurtuva Boshlarni qaytib turadi-yu, to'singa. ha. Kurtuva ozg'inroqmi? Bu baquvvat ham bir boshqacharoq-ku. Donnarumma keyin penaltida haqiqatan ruschada chutyo deydi, his qilish bor-da, qanaqadir intuitsiyasi bor. Kurtuvalarda yo'q bu narsa. Kurtuva kecha qaytardi-yu, bitta, ikkita zarba, lekin gol bo'ldi. Hammasi ustunga tegdi. Hali teginib qoldi, Alvares oyog'i. Qahramonlik ko'rsatmadi Kurtuva. Lekin Donnarumma qahramonlik ko'rsatdi. Donnarumma aniq bitta ikkita zarba olishi aniq edi-da. Shunga borasanmi deganda, o'sha 3-4 bo'limda qaytanga Dembeleda vaziyat bo'ldi. Ya'ni yana PSG urmoqchi. Enfieldda o'ynab turibdi-da. U Enfieldga qarab o'tirmaydi-da, penalti seriyasi bo'lib turgan paytda darvozabon bo'ldi, ushlaydi bo'ldi. Shuning uchun bittasi zo'r yozdi. 6 bo'lim bo'lgan bo'lsa, ikkita bo'limni bitta bo'lim deylik. Yarim soat, 5 bo'lim bo'lgan bo'lsa, bir bo'lim Liverpool yaxshi o'ynadi. Va u keyingi bosqichga chiqmasligi to'g'ri edi. Bo'ladi-yu, penalti seriyasida ba'zan kuchsizroq jamoa chiqib ketishi mumkin. Kecha Real bilan Atletico'da ham 6ta bo'limga ajratib tashlagan bo'lsa, Real ustunlik qildi. Ya'ni Real Atletico'dan umumiy ma'noda kuchliroq edi. O'yin uslubiga qarasak ham kechiga o'yinda emas lekin. Kechiga o'yinda ikkinchi bo'limda Atletico o'shani ushlab o'ynadi. Real o'shandan qo'rqdi. Qarshi hujumga boshqa Kurtuva boshqa narsa debdi-yu, Vinicius bilan Mbappedan qo'rqishdi, ular ikkinchi gol urgani debdi-da. Qayoqda ikkinchi gol urgandan keyin 8-2-1 sxemasi bo'larmidi? O'zi kecha Alvaresni o'zida nechta zarba bo'ldi? 6 tami, 7 tami vaziyat. O'zi Alvares yaxshi tepar ekan. Penaltidan boshqa hammasida yaxshi tepar ekan. Kurtuvani topib oldi bor-ku, hali nuqtasini. Shuning uchun adolatsizlik bo'lmadi. Keyin Liverpool tan olishimiz kerak, birinchi davrani zo'r o'tkazdi, lekin ikkinchi davrada har doim Salahda qanaqadir inqiroz boshlanadi, kichkina. Ikkita o'yin bilan bo'ldi, oltin to'p kurashdan chiqib ketib turibdi-da. Chempionlar Ligasi yomon musobaqada. Shuncha qilingan mehnat yo'q bo'ladi. O'tgan yili ham 2 yil oldinmi Benzema bilan yil oxirigacha zo'r kelgan, bo'ldi ikkinchi davrada o'yin olmagan, ko'rinmay qolgan, gol urib turadi. Katta o'yinlar hal qilmaydi-da. Butunlay boshqa odamlar keyin anaqa sahnaga chiqadi, Benzema olgan paytda. Hozir ham shunaqa bo'lib turibdi-da. O'zi Salahga bu mavsum menimcha faoliyatidagi eng zo'r mavsum, lekin ikkita o'yindagi shuncha imkoniyatlar ko'kka sovurishi natijasida bu qoladi-da, hali belgilayotgan payt siz jurnalistsiz. Shuni o'ylaysiz-da. Shu ong ostida bo'ldi. Masalan uchun Viniciusga ba'zi harakatlari uchun kimdirlar baho qo'ymagan deyildi-yu. Shu ham rol o'ynaydi. Hamma narsa xotiralarda o'tadi, muhim narsalarni ushlaydi va o'sha bilan belgilaysiz. Salah mana kurashdan chiqib ketdi. Dembele ularning ichiga kirdi, misol uchun. Gollari ko'p ekan, boshqa ekan, u ham endi keyingi o'yinda belgilaydi. Demoqchimanki, Salahni kurashdan chiqib ketdi deb bo'lmaydi, hali bor vaqt, menimcha. Chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Chunki Barselonadagi 3lik, ayniqsa 2lik qo'rqinchli darajada o'sha play-offda zo'r o'ynashyapti-da. Mana Yamalni qarang. Yamal guruhda gol urmagan adashmasam. Yevropa chempionatida ham guruhda gol urmay, yarim finaldan hal qilib tashladi. Men qarab chiqdim statistikasiga, kubok o'yinlarida ham gol urgan ekan. Oxirgi marta La Ligada qachon gol urgan deb o'ylaysiz? Yamalmi? Klasikoda. Klasiko uning uchun play-offda boshqa daraja. Keyin Jiddada ham 2 o'yinda gol urdi. Ikkita o'yinda unga play-off kerak ekan. Birdan hal qiladigan pallada bu uyg'onar ekan. Teskarisi. Bu oltin to'p oladi, bunaqa bolalar. Oltin to'pga kurashadi hech bo'lmasa. Rafinha u guruh ham boshqasiga ham qaramayapti, bilmadim. Rafinhaga Barselona ko'p muxlislarning o'zi ham birinchi yil qo'yotganligi uchun bor. Ishonch yo'q deb qo'yishadi, bor-ku gaplashib tursa. Chunki Yamal bilishadi, 2 yildan beri yaxshi. Lewandowski bor, eski Lewandowski, Pedri zo'r. Rafinha sotiladigan futbolchi edi o'tgan yili. Ishonmay turibdi, bo'ldi, ishonsanglar bo'ladi, ancha o'tdi. Jamol til bilan aytganda aprelga keldik. O'tgan yil aprel degan ekansiz. Aprelga o'tib oldi. Aprelda bo'ldi-yu voqea. Deyarli. O'zi Rafinha bilan Yamalda Barsadan asosiy da'vogarlar. Pedri ham. Pedri qo'shilmadi, menimcha bormi Pedri? Qo'shiladi. Bu Pedrida Rodrigo o'xshab gol hisoblanmaydi. Pedri, Yamal, Rafinha. Bitta oddiy misol. Hozir bor, Lewandowski ham bor. Endi katta ro'yxatda bor. Hozir hamma bor. Oddiy misol aytaman. Man of the match bor-ku.
eng ko'p Pedri bo'lib turibdi. Agar Pedri asos tarkibda o'ynasa. Pedri ikkita o'yinda bo'ldi. Benficada ham ikkita o'yinda. Ya umuman mavsum davomida ham ko'pda unda. Agar u bo'lmasa tizim parchalanib ketadi. Men ayniqsa bitta o'yinchi kam bo'lib qolgan paytda Boshqa bir siz bilan boshqa bir platformaga bordik-ku, Stokka. O'sha yerda men aytdim, hali o'yin bo'lgan yo'q edi. Chempionlar Ligasini yutadigan jamoaning anaqasi imkoniyati oshib ketadi futbolchisining oltin to'p masalasida. Yulduzlari bu bor. kuniga Saloh chiqib ketdi-da o'sha anaqa. Hozir juda Misol uchun qiyin Aston Villa olsa, Omas Rashford bilan Asensio olmasligi mumkin. Sal qiynalishadi. Manchesterdan borganini bilishadi. Lekin mana bu yulduzlar tayyor, o'zi o'ynab ketayotgan. Bavariya olsa keyin olishi mumkin. Hatto Real hozir uncha favorit emasdek ko'rinayotgan bo'lsa ham, oxirigacha borsa, birdan mana bu xotiralar esdan chiqib ketadi. Qaydir jamoa qolib ketadi-yu, baribir. Salohga o'xshab unutiladi, unutiladi. Masalan, Real oladigan bo'lsa, ko'p ehtimol Mbappe oladi oltin to'pni. Bo'lishi mumkin. Shunaqa Bavariya anaqa qilsa, shu kim yaxshi bo'lsa, keyin olishi mumkin. Chempionlar Ligasi shunaqa indikator. Yo'q, bu yil yo'q-da. Yevropa chempionati, jahon chempionati yo'qda. Hop, Angliya Premyer Ligasi. Yo'q, oltin butsani berib qo'yib yashardi. Yo'q, bo'lgan-ku, Suares necha yillar oltin butsa ko'tarib yurib o'tib ketdi. Ya Bobur keyin belgilayotganingizni ham siz o'ylaysizda, bu yilgi APL nima bo'ldi o'zi? City buzilib qoldi. Arsenal bu Arsenal. Yana kim? Chelsea o'zgarishdi. United yo'q anchadan beri. Liverpool chempion bo'ldi deysiz, unaqa katta baho bermaysiz bu chempionlikka. O'zi oxirigacha hozir La Liga dahshat Bobur. Men Atletico bilmayman, bu qovurilib tugaydi, bu jinni bo'lib qoladi anaqa borki Simeone. Men oddiy kuni o'ynar ekan anaqa bilan. Real bilan. Yo'q, Barsa bilan o'ynaydi. Barsa bilan. Chempionatda. Kim Barsa bilan kubokda o'ynaydi. Shunaqa. Tushunasizmi? Matbuot anjumanida ko'rdingizmi? Hali bilib bo'lmaydi. Misol uchun yana chiqib qolsa yana Real bilan o'ynash mumkin finalda ham. Chiqa olmaydi, ko'p ehtimol kecha yaralab tishlab tashadi. Ikkalasi bir-birini tishlab tashadi. Realniki o'yini uncha emas. Va anaqa Villarreal bilanmi shunaqa. Buniki Barsa bilan uyida bo'lsa ham. Turan o'ynab kelgan. Yo'q, bu chempionatdagi o'yin. Ha, chempionatda. Yana o'ynaydi-ki. Keyin Kubokda Duran o'ynab ketgan. Kubokda to'g'ri bo'lgan oxirida. Unga sal bir ikkitasi qaytishi mumkin. Dabdalashib ketdi bechoralar. Shunga Chempionlar Ligasi indikator, bu yil indikator. Keyingi yil jahon chempionati. Klublar o'rtasida jahon chempionati ham bor. U qanaqa bo'ladi? Birinchi marta o'tilyapti, boshqa. FIFA-niku. Unga keyin mavsum tugagandan keyin u top klublar qanaqa qaraydi unga? Har doimgidek yozda Amerikaga borib bular mavsum oldi qilyapti-yu. O'shanaqa qaraydimi? Yo'q, hozir men shuni o'yladim Jamol, ana kuni. Shundan keyin hozir o'shancha uzr gapimni tugatib olay. O'shaning uchun Chempionlar Ligasi juda oltin to'p masalasida eng anaqa hal qiluvchi. Eng hal qiluvchi indikator. Messi va Ronaldo ham yo'q hozir. Shuning uchun kim zo'r bo'lsa olsa bo'ladigan davrda, o'tgan yilga o'xshab. Xo'p, o'sha Liverpoolni Saloh kapilkasiga dan tangani olib qo'yadigan narsa bu o'sha hozir aytganingizdek Premier Liga bu yil rostdan ham indikator emas, kuchsiz raqiblarga qarshi Liverpool. Endi qarang, Liverpoolning haqiqiy kuchi mana shu PSG bilan o'yinda bilindimi yoki aslida bu biz juda alqagan, maqtagan va yil davomida Liverpool dahshat degan jamoamidi? Men shoh soxta ekanmi demoqchiman. Yo'q. Men endi Xayli o'zining fikrini aytadi. Liverpool to'g'ri bu o'yinda PSJni maqtash kerak-da. PSG darajasida birinchi marta shunaqa raqibga duch keldi Liverpool agar bo'lmagan gap. Kim Premier Ligada kim? Yo'naqada Chempionlar Ligasida kim bilan? Real Yo'q, APLni aytyapman. APLda yo'q, baribir Arsenalnimi yutdi. Xo'p. Qaysi bir PSG shunaqa Cityni ikkita o'yin Cityning ahvolini ko'ryapmiz. Maylida baribir City. Hop. Unitedni yutdi menimcha. Mana United yutqizib qo'yishingiz qoldi 2-2 bo'lib. Oxirida Maguire urolmadi-yu. Bitta o'yinda, ikkinchi Maguire bilmayman keyin. Unaqa emas-da, endi bitta PSJga penaltilardan yutqazib olgandan keyin uni anaqa qo'ymaslik kerak-da. Kecha mana Slotning anaqasini o'qidim. Kecha mana Enfieldda o'yindi, mavsumda eng yaxshi o'yinimiz. Darajasi haqiqatan ham yuqori, masalan, to'g'ri kelib qoldi ikkalasiga-da va bunaqa PSJga to'g'ri kelib qoldi. Biz bunaqa PSJni hech qachon ko'rmaganmiz. Bu boshqacha PSG. Va har bir o'yin o'z tarixi bor. Shu o'yinlar shunaqa bo'ldi. Ertaga keyingi hafta o'ynaganda Liverpool PSG boshqacha bo'larmi bilmaymiz-da. Ertaga PSG yutqazishi mumkin. Shuning uchun unaqa qilmasa, penaltilar seriyasida yutqazdi. PSG Aston Villa juda qiynaladi. Unai Emery-ku eski murabbiy. Penaltilar seriyasida yutqazdi. Hozir qiynaydigan jamoa Aston Villa.
Shu Villa o'tib ketsa, Villa yutib qo'yishi ham mumkin deb o'ylayapman. Asensio dahshat. Ya PSG kuchsizligida emas undan. Borussiya bilan Noqulay. Villa finalda o'ynasa. Hamma Final bo'ladi. butun insoniyat. Unda Muhammad Saloh oltin to'p oladi. Aston Villani aniq yutgan bo'ladi Liverpool. Yo'q, menga eng qiziq juftlik Bavariya Inter bo'ldi. Kim favorit mana shu juftlikda? Inter. Unaqa demagan bo'ladi. Inter yaxshiroq bilganingiz uchun shunaqa deb o'yladingiz? Interda aniq ssenariy borda. Ha. Bavariya sal kacheliroq jamoa. Kayfiyat jamoa deng. Hozirgi jamoasi. Ochilib ham ketishi mumkin boshqa. Kim tik joylari ko'pdek tuyuladi. Endi Bayer Leverkusenni yutib tashagani u har doim aytamiz, u Real Atletico o'zini mamlakati Liverpool Tottenham finalda yutgan. Bayer baribir o'sha katalizator emas-da. Liga Chempionlar Ligasida emas edi. Ha. Boshqa payt yutishi mumkin, boshqa payt yutib ham kelayotdi, Xabi Alonso. Bunda ham shu narsa rol o'ynaydi deb o'ylayman. Nahotki Bavariya Inter sizchi jamoalarga qo'shilasiz? 50-50. Men Bavariya kuchliroq deb o'ylayapman Interdan ko'ra. Inter xavfli. Inter istalgan o'yinni qurita oladi. Xavfli. Endi Barselona, Borussiya Dortmund bu aniq. Hattoki Endi favorit Barselonada. Favorit aniq deyapman-da. Hattoki Inter o'ylashimcha, misol uchun Barselona tomonidan turib aytadigan bo'lsak, Barselona kim qulay desak, yarim finalda Bavariya qulayroq Interdan ko'ra. Barselonaga, bu mavsum nima qilganini ko'rdik-ku hammamiz. Yo'q, o'zi yana shunaqa o'ynaydi. Yana shunaqa qilib turib jazolashi mumkin ochiqroq. Inter yopilib o'ynaydi. Yarim final chiqib olsin ikkalasi. Oldin o'tib olsin. Mayli, mana shu nuqtada Borussiya yutqizsa kerak, ko'p ehtimol. yakunlasak ham bo'ladi dasturimizni. Iftorgacha oz vaqt qoldi. Mozi Yulduzlar sahifasi endi keyingi haftada Chempionlar Ligasini gaplashdik. Keyin milliy chempionatlarni Bafurja dushanba kuni gaplashamiz. Hech vaqt ketmayapsiz. Yo'q. Borib kelaman, ulguraman. Ko'rishguncha